Subhanallohi wa bihamdihi Subhanallohil azim. Savol. Faraz qilaylik. Ertangi kuningiz sizning oxirgi kuningiz ekanini bilib qoldingiz. Boshqa so'z bilan aytganda, sen ertaga vafot etasan. Sen nima qilgan bo'lar eding? Qayerga borar eding? Nima yer eding? Nima ichar eding? Qanday ibodat qilar eding? Kim bilan gaplashar eding? Kim bilan ko'rishar eding? Sening fikrlaring qanday bo'lar edi? Sen bu kunni qanday yashar eding? Bu dunyodagi oxirgi kuning amallaring qanday bo'lar edi? Siz haqiqatan ham shu kuni o'tgan har bir soniya haqida fikr qilasiz. Siz bu kuni hatto bir soniya ham Allohning buyruqlariga qarshi chiqishga jur'at eta olmaysiz. Bu dunyoda har soatda 6200 odam vafot etadi. Bu bizning oramizda sodir bo'lyapti. Biz bu haqida eshitamiz. Biz buni ko'ramiz. Biz buni kuzatamiz. Biz u bilan o'ralib olganmiz. Biz bu bilan bo'g'ilamiz. Biz uni o'zimiz bilan olib yuramiz va hayratlanarlisi shuki, biz uni o'zimiz bilan sodir bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Aynan hozirgi vaqtda bizlarning har birimiz chipta olib yuribdi. Bir tarafga chipta, sen hech qachon qaytib kelmaydigan sayohatga chipta. Va sen hali ham bunga tayyor emassan. Sen qachon o'lishingni bilmaysan. O'lim sizga yetib olishi mumkin. Har qanday soniya ro'baro kelishi mumkin. Bu qanday dunyo bo'ldi? Biz bu dunyoda nima qilyapmiz? Nahotki biz bundan rohatlanayotgan bo'lsak, biz mamnunmizmi? Biz rostdan ham iymon keltirganlardanmizmi? Biz musulmonmizmi? Biz rostdan ham bizni yaratgan zotni yaxshi ko'ramizmi? Keyingi hayotga, oxiratga tayyorgarlik ko'rish har bir odamning asosiy maqsadi. Keling biz ushbu kunga tayyorgarlik ko'ramiz. Chunki ertaga har birimiz kichik bir qora teshikka, tuproqqa yo'l olamiz. Ertaga. Allohu akbar, subhanalloh, walhamdulillah, la ilaha illalloh, wallohu